Xitoyning Sharq Turkistondagi assimilyatsiya siyosati izchil tanqidga uchrab kelmoqda. Bo'libmi Xitoyning atalmış qayta tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlari butun dunyoning diqqatini tortdi. Bu lagerlarga qamalg'uvchilar sonining 5 milliondan oshadiganligi isbotlanayotgan bir vaqtda oilasidan majburiy ayirib etilgan farzandlarning sonimi diqqatni tortmoqda. Angliyadagi musulmonlarga qarshi zulmlarni xotirlash nomli kishilik huquq tashkiloti ommaviy taratqularda bu bolalarga oid ko'rinishlarni e'lon qildi. Yevropa ittifoqi Bermada Arakan musulmonlarga qilinayotgan nachar muomala va zo'ravonliklarni to'xtatish uchun Bermaga embargo yurgizishni o'ylashmoqda. Yevropa kengashida elib berilgan muzokaralarda Bermaning eng chong kirim manbasi bo'lgan to'qilma buyumlarga embargo yurgizish planlanmoqda. Igilinishcha tammojni beji ilinmaydigan Yevropa bozori Berma uchun eng muhim ahamiyatga ega. Embargo yurgizishning maqsadi bu orqali Arakan o'lkasidagi Rohingya musulmonlarga qilinayotgan zulmni to'xtatish ekan. New York Times gazetida e'lon qilingan bir maqolada Trump oilasining millionlagan dollar boj o'g'irlashiga yordam berganligi o'ttirilib qo'yilgandan keyin bu Amerika taratqullari va jamoat fikrining eng diqqatini tortgan temalarning biriga aylandi. Trump tarafidan ko'p qatim yolg'on xabar berish bilan tanqidlangan New York Times gazeti Trump oilasining boj o'g'irlash orqali 4 milliondan ortiq pulga erishganligini xabar qilishi Trump sepirkalarning kuchli ayblashiga uchirdi. Amerikadan Xitoyga bo'lgan xam neft oborotining butunlay to'xtaganligi bildirildi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Boshtavi Jungoga joylashgan Xitoy savdogar chaqirish idorasi Xalqaro energiya tosh shirkatining bosh direktori Shi Chunlinning aytishicha, ikki davlat orasidagi savdo urushining ta'sirida Amerikaning Xitoyga bo'lgan xam neft eksporti butunlay to'xtatilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Paris qo'ltig'idagi ittifoqdoshi Saudiya Arabiston haqida diplomatik qoidalardan chatnagan bayonotlarni berdi. Trump Amerika armiyasining qo'llashi bo'lmasa, 2 haftami taxtida o'ltirolmaydiganligi haqida Saudiya Arabiston podshohini ogohlantirganligini aytdi. Trump biz Saudiya Arabistonni qo'g'dayotimiz, podshoh Salmonni yaxshi ko'raman. Uningga aytdim, seni biz qo'g'dayotimiz. Biz bo'lmasak ular taxtini 2 haftami qo'g'dayamaydi. Armiya uchun haq to'lash kerak dedi.